Buyuk tomondan oshasiz, barchangiz turish xohsiz o'qish uchun shoshasiz. Assalomu alaykum aziz ustozlar, qadrli opa-singillar va mehmonlar. Bugungi bayramning sababchisi 1-sinflar. Dunyodagi barcha bilimlar sizlarga qiyoslanadi. Sizga ta'lim-tarbiya berayotgan Madina va mehribon ustozlar ham sog'-salomat bo'lishsin. Shu ustozlar borki, bilim va tafakkurga egasiz. Aziz mehmonlar, endi savodxonlik bayramini tomosha qiling. Onam kabi mehribonim, shirin zamon ustozim, yozish chizish o'rgatgan bag'ri kengdir ustozim, barchamizni farzandiday erkalatar ustozim, bor bilimini bizga bergan mehri daryo ustozim. Endi esa davramizga 1-A sinfni taklif qilamiz.
Muhammadiyat Aliga beramiz. Hurmatli ota-onalar, o'quvchilarimiz, bolalarimiz, qizlarimiz. Bugun bizlarning maktabimizda, Muqaddisonlik maktabimizda Savodxon bayramini o'tkazayotgan ekanmiz. Aliga bayrami. Shu bilan hammangizni tabriklayman. Ham shu bolalarimiz 9-sinfni bitirib, kollejlarni bitirib, yuqori o'quv yurtlariga kirganlarda ham shunday uchrashuvlar hammamizga nasib etsin. Semiyamizda hamma amonchilik, uylarimizda hamma vaqt to'ylar, yaxshi kunlar bo'lsin. Shu mana o'stirib atgan qizlarimizning hayotini tengday ko'rgaysizmiz. Shularda bizlar ham duo bo'lmaymiz Xudoyim. Shunday yaxshi kunlar hammaga nasib etsin. Hech qanday semiyada xafachilik bo'lmasin. Mana hurmatli prezidentimiz 2016-yilda sog'lom ona, sog'lom bola yili deb belgilab o'tgan ekan. Mana shu bizlarga ko'rgazib o'tgan o'quvchilarga, bolalarga, ota-onalarga ko'rgazib o'tgan hamkorchiligimizni biri deb hisoblaymiz. Endi bu yerda sog'lom ona, sog'lom bola deganda bu keng tushunchada berilgan, buni asl negizin o'ylab qaraganda bu yerda ota-onalar, o'quvchilar hamma yoshda tug'ilgan boladan boshlab shu 20-25 yoshgacha bo'lgan bolalarning sog'ligini, salomatligini o'ylab, mana 2016-yilda shu sog'lom ona, sog'lom bola deb belgilab o'tiribdi. Shu sababdan hammangizga shu 2016-yilda katta semiyada ishlaringizda katta muvaffaqiyatlar tilayman. Ham kelajakda shu bolalarimiz bilan o'tirgan o'zingiz ko'rib o'tirsiz, guvoh bo'lib o'tirsiz. Shu o'g'il qizlarimiz katta bir yigit qizlar bo'lib yetishiga tilakdoshlik bildiraman. Ham ota-onalarga shularni o'sishda, tarbiyalashda, ta'lim berishda maktabimiz tarbiya berishda ota-onalarning ham hissasi katta deb o'ylaymiz. Ne o'zlaringiz bilasiz, bolalarimizga, ota-onalarga hamma sharoitlarni yaratib beramiz. Masalan, maktabimizda ingliz tili xonalari, rus tili xonalari, informatika xonalari hammasi mavjud. Ta'lim olishga hamma sharoitlar yaratib berilgan. Shundan unumli foydalanib, iloji boricha ota-onalar bizlarga yordam bersa, ta'lim, tarbiya berish bizga ham ancha oson bo'ladi. Shu bolalarga kelajakda katta o'g'il qizlar bo'lib yetishiga yana bir marta tilakdoshlik bildiraman va kelgusida shu sizlarni, ota-onalarni kelajakda shu bolalar boqishiga tilakdoshlik bildiraman va shu bugungi tadbirimizni ochiq deb e'lon qilishga ruxsat etasizlar. Rahmat. Elga bag'lajon, sen o'zing do'stlarga yo'ldosh mehribon, yashnaga to abad, ilmu-fan ijod, shuhrating xorasin, togi bir jahon, oltin bu vodiyda, jon O'zbekiston, ulug'xon qudrati, jo'shirgan zamon, olamni mahliya, aylagan diyor, bag'rikeng o'zbekning o'chmas imoni, erkin yosh avlodlar, sen go'zal xona, istiqbol mash'ali, tinchlik husnini, haqsevar o'rnayib, o'ngida obod. Jayhun jamoasida o'sgan baytaraq tubi bir shaharsa ming bo'lar demak, sen shunday sayoq quyoshli sen tinchlik ham iqbol sen dedikli dehqon bobasining nafisi va jemde yuzdan inqab kiyib qashar shunde Qoraqalpog'iston degan atimda avlodlar adolar jurak to'rinde. She'r Quyoshdek shu'la sochgan, bilimga keng yo'l ochgan, bizni erkalab kutgan sizlarga shukron. Muallimga assalom, muallimga assalom. Uzun tillar allalab, oq yub, oq taraf o'zlaringiz erkalab turgan shukron.
savolga bir javob qilgan dono ustozsiz. Bolalar, maktabga ilk bor qadam qo'yganingizda o'qishni, yozishni bilmas edingiz. Alifbeni o'qib savodingiz chiqdi. Endi siz sevimli kitobingiz alifbe bilan xayrlashasiz. Siz yozgan raqamdan ochilgan dunyo. Siz o'qitgan harfdan taralgan ziyo, ilm va fanda buyuk kashfiyot bo'lgan. Siz daftarga qo'ygan ilk alobaho muallim. O'quvchining qalbi oq daftardek tiniq. Nimani yozsangiz bir umr o'chmas, qoyaga o'yilgan suratdek aniq. Shamol qor va yomg'ir bo'ronda ko'chmas muallim. Bu bayram sababkori, bilimlar poydevori. Ma'noli shirin so'zi qani alifbe o'zi. Alifbeni chaqirsak, olqishlab quloq solsak. Uzumni bilanmi, uzumni ekkan o'zim. Fil fontanda cho'mildi, filni yarmi ko'rindi. Baliq dedi, baqa berasiz kechaqa. Davul davron toshar, davul bilan davlashar. Oqqush ko'lda suzadi, oppoq qo'lni cho'zadi. Toshbaqa toshdan qocha olmas, toshni tashlab qocha olmas. Pashsha sovuq etdi, juda paypoq yo'q dedi-da. Qat-qat etdi qo'yoq, qo'rqqani shundan ayoq. Kakko dedi, kakkolab olamga intilib. Garella degan maymun bugun o'ynadi bir kun. Yo'lbarsning tuni yo'ldir, yo'ldan ehtiyot bo'l. Chumoli chigatgani, chaqirdi choy ichgani. Savar saqar yayradi, yolqin bog'da yayradi. G'ari kesadi, g'arilatib uchidi. Zumrad jo'ja boqadi, jo'ja boqish yoqadi. Laylak kelsa tuzga nikobchini berdi choy. Ay nilachil lo'g'aradi. Rona gul hoy, rona gul, rangingga ko'p rona gul. Itim o't, mamad o't, ikkalamiz muqtos. Ayak asal yaradi, asal harak qaladi. Mashhur nima yalaysan, suymoqqa qalaysan. Shavkat Shambat o'ynadi, so'ng yutqizib yig'ladi. Birinchi sinflar ijrosida
Endi esa birinchi A sinf tez aytishga navbat beramiz. Dağdan taş düştü, 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 dağdan taş düştü. Barakalla. Qani endi urli harflardan maqola so'rab ko'raylikchi. Ishtaha dardangisi, ishtahachi. Bugun do'sting bilan eng avval Barakalla bolalar, savodingiz chiqib juda ko'p narsalarni bilib olibsiz. Qani endi menga aytingchi, alifbeda harf nechta? Ullilarichi? 6. Bundoshlarichi? Mayli jajji bolalar, aqli noto'g'ri donalar, sizdan ko'nglim to'q bo'ldi. Qiziqarli o'yinni ko'ramiz. Marhamat. Qani endi ko'p vaqt tushda ko'ramiz.
Ana aytchi. Men bu boladan qo'shdim. Men boladan qo'shdim. Men boladan qo'shdim. Men aslimdan qo'shdim. Men ishlarni yaqinroq kelmaydi. Men boladan qo'shdim. Men boladan qo'shdim. Men boladan qo'shdim. Men aytgan qo'shdim. Shunday bo'lsa, ayol tilga yem bo'libdi. Birinchi B sinf ijrosida salomnoma. Assalomu alaykum. Bugungi aziz mehmonlar va ustozlar. Mana bugun bizlarning alifbe bayramimizga kelib o'tirgan ekansizlar. Shu fursatdan foydalanib sizlarga uzoq umr, baxt, saodat tilab qoluvchi birinchi B sinf o'quvchilar. O'zbek tilida odat avval assalom, salom, assalom. Uyga kelganda mehmon biz yozamiz dasturxon. Oldin salom beramiz, keyin non qo'yamiz. Yoshdek shu'la sochar, bilimga keng yo'l ochar. Bizni erkalatmoqcha sizga ushbu kalom muallimlar assalom. Kunda yarim darsxona, biz farzandsiz ona. Bo'lib bizga parvona, dilda ardoqli kalom. Ana mafdagim assalom. Endi esa birinchi B sinf ijrosida raqs lazgi. Sen bir kıyas, çıkır